Bu videoni bosgan bo'lsangiz, o'quvchi, studentsiz, lekin qanaqa notebook olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu videomizda sizga yechim berib o'tamiz. Bugungi videomizda bo'ladigan modellarimizni birin-ketin ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi modelimiz Dell Latitude, ikkinchi modelimiz Lenovo ThinkPad, keyingi modelimiz HP ProBook va Lenovo ThinkBook modelidan, HP modelidan va hamma sevgan Microsoft Surface modellaridan xudo xolasa bugungi obzorimizda bo'ladi. Hozir ko'rib turgan notebooklarning barchasini bugungi videoda narxlari, parametrlari, umumiy holatlari va garantiya shular to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimiz obunachilari. Obzorlarimizni Dell Latitude modelidan boshlaymiz. Bugungi videomizdagi barcha notebooklarimiz ozgina ishlatilgan holatlari ideal holatda bo'ladi. Notebookimizning holatlariga bitta baho berib qo'yinglar. Yangi qanday holatda turgan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa holatda. Keltiruvlari ham matoviy bo'lib turibdi. Juda ham kam ishlatilgan notebooklardir. Sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Ekranlarida hech qanaqa sarapinasi, qirilib qolgan, chizilib qolgan joylari yo'q. Orqa korpusini ko'ringlar. To'liq korpusi premium plastmassadan foydalanilgan bo'ladi. Ekran dyumlari 14.1 dyumli Full HD IPS to'liq podsetka keltiruvlar bor. Barmoq izi skaneri bor. Laptopimizda Intel Core i5 1035 G7 protsessorlar joylashtirilgan. 4.8 potok, har biri 1.30 Hz dan boshlab 420 Hz gacha bemalol razgom oladi. Tezkor xotiralari 8 GB lik 3200 MHz DDR4. Buni bemalol 32 GB gacha hamda 16 GB gacha kuchaytirish imkoniyati bor. Doimiy xotiralari esa 256 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Notebookimiz o'zini Stronic Intel UHD video kartalari ham mavjud. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? O'qituvchi, buxgalter, trader, logistika sohasida ishlovchi mijozlarimiz, boshlang'ich programmistlar uchun, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Bu notebookimizni YouTube'dagi obunachilarimiz hamda mijozlarimiz uchun $249 qilib beramiz. Open nasiya hamda uzum nasiya orqali bo'lib to'lashga ham bor. Naqdga olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun $249 qilib beramiz. 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari ham mavjud. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Lenovo'ning flagman modeliga qiziqadigan mijozlarimiz uchun Lenovo ThinkPad T14 modelidan bo'ladi. Notebookimiz umumiy holatlari ideal holatda, yangisi qanday holatda bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa holatda. Ichki ko'rinishlarini ko'ringlar. Ekranlarda ham sarapinalari yo'q, qirilib chizilib qolgan joylari yo'q. Ust korpusiga ham bitta o'zingizlar ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal holatda. Laptopimiz karbon materialdan foydalanilgan bo'ladi. Bu tag korpuslari. Laptopimizda 14.1 dyumli Full HD IPS displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Qo'shimchalari to'liq podsetka keltiruvlari bor. Akustika sistemasi Dolby Audio, xavfsizlik tizimiga ham yaxshi qaralgan. Barmoq izi skanerlari joylashtirilgan bo'ladi. Protsessorlari Intel Core i5 1135 G7 protsessorlari joylashtirilgan. 4.8 potok, har biri 240 Hz dan boshlab 420 Hz gacha bemalol razgom oladi. Tezkor xotiralari 8 GB lik, buni bemalol 16 GB gacha hamda 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyati sizlarda mavjud. Doimiy xotiralari 256 GB lik NVMe M.2 SSD bo'ladi. Buni ham aytib o'tganimdek 512 GB gacha, xolasanglar 1 TB gacha va undan ham yuqori terabaytlargacha kuchaytirib olish imkoniyati bor. Notebookimizda Intel Iris video kartalari ham mavjud. Bu video karta bilan sizlar boshlang'ich grafika sohalarini bemalol o'rganib, boshlang'ich ishlasanglar bo'ladi. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Boshlang'ich programmistlar, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohalari, boshlang'ich grafik dizaynerlar, studentlar, o'quvchilar, logistika sohasida ishlovchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, undan tashqari trader va uylarga qo'yib bemalol kino ko'rgani ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu notebookimizning narxini $265 qilib beramiz. Bo'lib to'lashga ham bemalol olsanglar bo'ladi. Barcha notebooklarimizni 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. Bu sizlarga 100% bepul bo'ladi. Bemalol buyurtma bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. HP brendining eng flagman hamda premium modellaridan biri ProBook variantidan. Notebookimizning holatlari ideal holatda ko'rishingiz mumkin. To'liq podsetka keltiruvlari bor. Akustika sistema Bang & Olufsen. Holatlarini ko'ringlar, ekranlari ham ideal holatda. Bu maqtash boshqa narsa emas. To'liq obzorlarimiz, boshqa videolarimizni ko'rsanglar ham, holati o'rtacha holatdagi notebooklarimizni o'rtacha holatda deb aytganmiz. Qanaqa holatda bo'lsa notebookimiz sizlarga xuddi shunaqa holatda deb aytamiz. Laptopimizda 14.1 dyumli Full HD IPS touchscreen, ya'ni laptopimiz ekranida sensor bo'ladi. Bemalol maza qilib sensorlardan foydalanib ishlatish imkoniyati sizlarda mavjud. Bu notebookimizda Intel Core i5 1145 G7 protsessorlari mavjud.
4.8 potok, har biri 260 Hz dan boshlab 420 Hzgacha bemalol razgo'malolaydi. Tezkor xotiralari 8 GB DDR4, doimiy xotiralari esa 256 GB NVMe M.2 SSD bo'ladi. O'zini встроенный Intel UHD video kartalari ham bor. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Boshlang'ich programmistlar, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohalarida, logistika hamda Word, Office, Excel, 1S, undan tashqari student o'qituvchilar uchun tavsiya berib qolamiz. Bu notebookimizni narxini YouTube'dagi obunachilarimiz uchun $285 qilib beramiz. Bu HP'da eng premium modellaridan olishlarni tavsiya berib qolamiz. Bu modelimiz ham Lenovo'ning premium modellaridan biri, Lenovo ThinkBook modelidan bo'ladi. Notebookimiz holatlariga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Juda ham yaxshi, zo'r holatda ichki korpuslari hamda ekranlari. Ust korpusiga keladigan bo'lsak, ust korpusi ham yaxshi holatda turibdi. Laptopimizda 14.1 dyuymli Full HD IPS displeylari mavjud. Qo'shimchasiga patsiet ekvivatorlari bor, barmoqzi skaneri bor. Endi parametrlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Protsessorlari AMD Ryzen 7 5700U protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 180 Hz dan boshlanib, max boostda 430 Hz gacha bemalol razgo'malolaydi. Tezkor xotiralari 8 GB, doimiy xotiralari 256 GB, video kartalari AMD Radeon, o'zini встроенный video kartalari bor. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Programmistlar uchun, kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun hamda til o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun, studentlar uchun, logistika sohasida ishlamoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun hamda o'qituvchilar uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $299 qilib beramiz. Notebookimiz 180 gradus, kimga qiziq bo'lsa. Core i3 narxida Core i7 13-pokoleniya ko'rib turgan notebooklar HP modelidan holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda, matoviy holatda, yangi bilan bir xil holatda bo'ladi. Ekranlarda ham sarapina boshqa narsalar yo'q. Ust korpusini ham bitta ko'ringlar, juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Tag korpuslari ham xuddi shunaqa. Notebookimiz to'liqli plastmassa korpus. Laptopimizda 14 dyuymli HD displeylar mavjud. Parametrlari AMD Ryzen 7 7730U protsessor, 8 yadro 16 potok, har biri 220 Hz dan boshlab, max boostda 430 Hz gacha bemalol razgo'malolaydi. Tezkor xotiralari 8 GB DDR4, buni yana bemalol 16 GB gacha, xohlasangiz 32 GB gacha upgrade qilish imkoniyati bor. Doimiy xotiralari esa 256 GB NVMe M.2 SSD bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsa, o'zini AMD Radeon встроенный video kartalari bor. Notebookimiz kimlar uchun tavsiya beramiz? Programmistlar, kiberxavfsizlik sohasidagilar uchun, logistika hamda trading sohalari uchun, undan tashqari o'quvchilar ham olib ishlatsa, maza qilib ishlatadi. Dokument sohalari uchun ham juda ham ideal notebooklardan biri. Narxi ham unaqa qimmat narxda emas, atigi Core 3 narxida, lekin sizlar Core 7 protsessorli notebook olsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Buni ham bemalol buyurtma bersanglar, 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Undan tashqari qo'shni respublikalarga ham dastavkamiz xudo xolasa bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, undan tashqari yana qaysi mamlakat bor? Rossiyaga ham dastavkamiz bor. Ko'pchilik mijozlarimizni qalbidan joy olgan modellardan bittasi Microsoft Surface modeli. Sababi nima? Sababi hamyonbop narxga premium sifatda taqdim eta oladi hamda yengilligi juda ham yengil, to'g'rirog'i og'irligi juda ham yengil. Notebookimizni qaranglar, holatlarini juda ham yaxshi, zo'r holatda. Ichi matoli bo'ladi, adashmasam Alcantara, adashgan bo'lsam bemalol kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Ekran dyuymlari 14.1 dyuymlik 2K IPS touchscreen ekranlari sensor bo'ladi. Ingichkaligini qaranglar, juda ham ingichka. Maqtash boshqa narsa emas. Bor deymiz. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, patsiet ekvivatorlari bor. Bundan tashqari Face ID'lari bor. Endi sizlarni parametri bilan tanishtirib o'tib ketaman. Laptopimizda Core i7 1065 G7 protsessorlari joylashtirilgan, 4.8 potok, har biri 150 Hz dan boshlab 390 Hz gacha turbo boostda razgo'malolaydi. Tezkor xotiralari esa 16 GB LP3700 chastotali RAMlari mavjud, ya'ni tezkor xotiralari mavjud. Doimiy xotiralari esa 256 GB NVMe M.2 SSD bo'ladi. Qo'shimchasiga video kartasi Intel Iris. Bu video karta bilan sizlar bemalol grafika sohalarini o'qib o'rgansanglar bo'ladi. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Canva dasturlarida bemalol dizaynlar yaratib ishlasanglar bo'ladi. Notebookimizni kimlar uchun tavsiya berib qolamiz? Boshlang'ich programmistlar uchun, o'qituvchi, student, buxgalter sohalarida ishlovchi bo'lgan mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizni narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $345 qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Bundan tashqari buni qora variantlaridan ham bor.
Bundan tashqari sizlarga bitta eslatmam bor. Bundan tashqari bizda keng assortimentda notebooklarimiz mavjud. Ko'rishinglar mumkin. Lekin bularni to'laqonli YouTube'ga joylashib ulgurmaymiz, ya'ni fizik imkoniyatimiz yo'q. Telegram kanaliga qo'shila oladigan bo'lsanglar, har kuni Telegram kanalimizga kamida 2 ta, maksimum 50 ta 60 tagacha yangiliklar joylab boramiz. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Ikkinchi konkursimizda obunachimiz o'tgan videoda aytib o'tib ketgan obunachimizni shu mishkani yutib oluvdi, lekin hali ham bizga aloqaga chiqqani yo'q. Bizga tezroq aloqaga chiqing, mishkangizni yo olib keting, yo bo'lmasam dastavka qilib yuboradigan bo'lsangiz, manzilingizni ayting, dastavkalarni qilib yuboramiz. Endi sizlar bilan o'tgan videomizga qo'ygan sovg'amizni, yutib olgan mijozimizni topamiz. Xo'p, mana oxirgi videomiz. Kiramiz bunga. Kirib Newsga o'tamiz. Pastga tushamiz. News nima? Yangilarni birinchi chiqarib beradi. Birinchi eski yozilgan kommentariyalarni oxirida qoldiradi. Любой joydan surishtirib olasizlar. Bizda shaffoflik, unaqa ko'z bo'yamachilik shunaqa narsalar yo'q. Ozginagina narsa beryapti xolos. Hop, bunday tepaga chiqamiz. Chiqsak mana sovg'a uchun laptop 00 omad ijodiylarga deb Dark Nov Gaming yozgan. Mana kanaliga ham bemalol kirib ko'ramiz. Ushbu obunachimiz bizga aloqaga chiqsin. Yo bo'lmasa hozir kommentariyaga yozib qo'yamiz. Nomerlarini yo bo'lmasa Telegram usernamelarini qoldiradigan bo'lsa, xudo xolasa shu obunachimizga Hokkoda original bo'lgan mishkasi tegdi. Bemalol aloqaga chiqing. Agar videomizni ko'rib turgan bo'lsangiz, ate timeline ham qilib qo'yganmiz. Bosadigan bo'lsa, shu konkurs tarafiga o'tadi. Aloqaga chiqing, qisqasi bemalol kelib olib keting. Yo bo'lmasa manzilingizni aytsangiz, dastavkalarni qilib beramiz. Bugungi videomizning kommentariyasida aktiv qatnashib, xudo xolasa shu naushnikimizni yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud. Barafonda original naushnigi. Buning uchun nima qilishinglar kerak? Oldingi videodagi xuddi shart. Video davomida kichkinagina so'z qoldirib ketamiz, ya'ni sovg'a yutib olish uchun so'z. Shu so'zni kim birinchi kommentariyaga topib yozadigan bo'lsa, shu obunachimizga shu sovg'amizni topshiramiz. Imkoni bo'lsa, yozishdan oldin Telegram usernaminglarni ham qo'shib yozsanglar, yutib oladigan bo'lsanglar, sirazi sizlarga yozish imkoniyatimiz bo'ladi. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog' salomat bo'linglar. Kimga yana bundan tashqari premium sifatdagi naushnik, klaviatura, mishka, shunaqa periferiya mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimiz do'konimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastda Telegram linklarini qoldirib qo'yamiz. Telegram kanaliga kiradigan bo'lsanglar, to'liq rasmlari, narxlari, garantiya muddatlari bilan tanishib chiqish imkoniyati bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.